Rastını aytgan vaqtida mush ro'zachi bilan tazi xusham yo'qchu meni. Bug'ra izhori. Bugün biz Seyyada ağinem Yusuf Sakal'ınki tanır dastıxında uçuruşup kaldık. Atiş oğlu Rozacı bilen burundan tatip hemkarlığımız var. Rastını aytgan vaqtida mush ro'zachi bilan tazi xusham yo'qchu meni. Neymiş xusham yo'q degan vaqtda ma bala saran kiyimni kiyib elib tazi ko'zimdan chetlab ketganchu meni. Ammo yaqindan berichu degan vaqtda bag'an sir buni yoqtirdigan bo'lib qoldim. Nima degan vaqtda mush opisi Oyzimxon opimizni mush Seyyada dulusiga elib kütüratibchu. Bir odamningki kiyimining qanday bo'lishi u bek muhim emas ekan. Eng muhimi nima degan vaqtida tashqi turqi emas, ichki mohiyati bek muhim ekanchu. Mush yigitningki mush tarafiga bek qoyil bo'ldim. Buning bilan biz bir hamkorligimiz bor. Ilgari buni chechimi so'zlaydi, tilimi so'zlaydi, bunimi so'zlaydi. Buningga biz ko'zlar so'zlasin deydigan bir kuy she'rini yozib bergan. Uni men voyaga yetkazib urlab bergan. Endi bu qatim onasi boyada men kuy she'rini yozib bergan Can anam, can dadam degan naqshini birlikda anglayli. Can dadamning mangan rast mertliki qoldi. Can anamning manga haqrat yuragi qoldi. Ay dadam, canım dadam, kurbanın begim bağırı. Dümen taşıday yüreğim bağırı. Anam, anam, dadam, 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 dadam.